Yapon standarti qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Hozir stul ishlab chiqarish zavodiga kelganmiz Yaponiyada. Mana bu ikkita yuk bosuvchi qism. Shunda 40 kilodanmi? Bittasi 80 kilo yuk bosyapti. Bu umumiy 60 ming marta bosiladi deyapsiz. Shunda maksimal holatda 10 yilga to'g'ri keladi deyapti. 8 yildan 10 yilgacha mo'ljallangan. Bitta odam shu 10 yil ishlatilish davomida 60 ming marta o'tirib turar ekanda shu patlakotnikni bosib turadi degan xulosadan kelib chiqamiz. Mana shu Bu narsa 5 kunlik ish kunida. 5 kunlik ish kunida 8 soat ishlagan. shunda 10 yilga garantiya beradi shunda va bu bitta moduli tekshirishda. Ha, bu 25 ta pozitsiyadan bittasi. Ana shunda Yapon standartiga to'g'ri kelar ekan shunda. Bu nima qiladi? Turayotganda odamni turayotgandan aqli. Sistemasini qo'shib chiqaradi. Har biri 40 kilo bitta. 80 kilo bosib. Ha, 80 kilo bosyapti. 40 kilodan bosyapti. Odam turganda nima holat yuz beradi degan haligiga simulyatsiyani chiqarib berish. 60 minutda millimetr bo'lsa, olganimdan keyin 465 millimetr o'zgardimi bo'ldi. o'sha partiya ketadi. O'sha partiya emas, bizda 3 xil holatda tekshirilar chiqdi. Birinchi marta prototipda, ikkinchisi o'zgarish bo'lganda, har material o'zgargan. Uchinchisi reklamatsiya kelgan. Har kuni borib chiqib unaqa narsa yo'q. Isloq oldini har kuni chiqib beradi. Keyin bitta stul tekshirish uchun bir oydan bir yarim oygacha vaqt ketadi. Jarayon bo'lish. Savol borda, Bomrod aka, sant millimetr dedingiz, nima dedingiz-ku? Shuni o'zi o'xsharoq, yarim metr, 40 santimetr bo'lsa, siz test dedingiz. 446, aytaylik 46 440 santimetrdan 440. Endi millimetrda hisoblanadi, ishlab chiqarishni siz doim millimetr deyiladi. Ha, santimetrda yurmaymiz. Misol 40 santimetr bo'lsa, siz 49 bo'lsa o'zi kim oldingiz? Shu ergonomik degan stul mana shu 17-yildan beri nimaga ishlab chiqariladi? Ergonomikasi eng to'g'ri stul shu. Ergonomikasi eng to'g'ri stul. Ko'rinishda g'alati bo'lishi mumkin, lekin ergonomik jihatdan juda to'g'ri. Ergonomika deganda masalan bizda yaponlarda bilasizlar juda ko'p narsa ma'naga ilmiy asoslanadi. Ilmiy asoslanadi. Koxarajiro degan senseyimiz bor. O'tib ketishgan. O'sha odam Yaponiyani Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan nechta odamni ustida tadqiqot o'tkazib turib, to'g'ri stulda to'g'ri o'tirish va stuldan to'g'ri foydalanish degan narsani chiqarib bergan. Mana shu stul hozir ergonomik deyapman. O'tirganingizda tushadigan nuqta, spinner tushadigan nuqta, ana bu balandligi, mana bu stulni kengligi hammasi hammasini shu odam ilmiy tadqiqotlar ishlab chiqqandan keyin GSS 11 degan standart ishlab chiqarishgan. Bu narsa faqat Yaponiyada. Balki shu rivojlangan Amerikada ham bir topolmadim bunga narsa. Mana shu Koxarajiro sensey deganni tekshiryapti. Koxarajiro senseyda nomi bilan chiqqan stulni o'lchamlari chiqarib berildi. Bu Sharqiy Osiyo mamlakatlari uchun. Sharqiy Osiyo mamlakatlari juzzasi kichkina, kilosi kam, 90 kiloli odamlarga nisbatan qilingan. Men bu narsani haqiqatda prochniy degan narsani ko'rsatish uchun. Prochniy degan narsani ko'rsatish uchun qilamiz. Kim Brusni yaxshi qiladi? Brus qilganlarmi? Aka bu yoqdan Brus yaxshi qiladigan simpatiyasini deyman. Hozir ko'rsataman. Plastik mahsulot. Ular qanchalik kattaligini ko'ryapsizlar. Men 90 102 kilo. 102 kiloman. Juda mustahkam. Plastik. Hozirda sinab ko'rishdan mumkin. 420だから日本のは向こうは470 bizda 420 balandlikda chiqadi. O'zbekistonda 470 balandlikka o'zgartirilgan. Turbasi o'sha aytgandek STKM13A prochniy bo'lganligi uchun O'zbekistonda o'tgan hafta 480 ta sotildi. 480 ta sotildi. Muzaffar aka qimmat bo'lsa sizlarda menimcha joy bor deyapsiz. Odamlar tushunishni boshlayapti. Masalan,
qimmat. O'zbekistonda 100% to'liq ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Har qanaqa mahsulotni to'liq O'zbekistonda sotsa bo'ladi. Keyingi hafta adashmasam yana 1000 qo'ydik. RJS modelimiz bor edi. RJS degan model tortadi deb o'yladim. RJS dan ko'ra bu uchib ketdi. Bilmaysizda